O'zbekistondagi birinchi ekologik reality show Yasha loyihasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan hamkorlikda sentyabr oyida tasvirga olingandi. Ayni vaqtda esa shanba va yakshanba kunlari soat 18:00 da efirga uzatilmoqda. Renaissance telekanalida reality show g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Eng faol ishtirokchilar e'tirof etildi. Renaissance telekanali tomoshabinlarga mutlaqo yangi tajribani taqdim etmoqda. Yasha nomli ekologik ko'rsatuv. Bu loyiha O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan bo'lib, tabiatga befarq bo'lmagan mashhur insonlar, faol yoshlar va hattoki xorijiy davlat vakillarini ham bir maqsad yo'lida birlashtirdi. Har yil shunaqa yurish kerak. Misol uchun bir meta emas, chunki men ursa bo'lman-ku, bunaqa program bo'lsa, anu baklashga toza, bunaqalar. Endi har yil shunaqa yuramiz deyolasa. Nima dedim aka? Hozir baba aytgan gapim, men 10 yilga ham aytganman. Bizda odamlar chiqin tashlaganda Toshkent meni shahrim emas deydi. Yoki masalan, menga Mo'ynoq aloqasi yo'q deydi. Bu bitta ekotizm. Bu bitta mamlakat. Hatto bilasizmi? Kubadagi chiqindi axlat ham u ham noto'g'ri-da. Bu ham hammamiz uchun muammo. Shuning uchun men bugun mana juda qoyil qoldim bu proyektga babani ishtirok etgani. Bu butun dunyo mana biz hamkorlarimizga, biz shu vazirligimizga katta rahmat aytamiz. Bugun ekologiya to'g'risida ko'p gapirish mumkin, xo'p gapirish mumkin. Lekin undan ko'ra olib shu bitta chiqindini musor deyapti, olib tashlash, bitta baklashkada borib gulga suv quyish, bitta yaxshi ish qilish har kimga emas. Reality show qilish maqsad, chunki shu yuqorida aytganimdek O'zbekiston aholisi aksariyat yoshlardan iborat va buni yosh ishtirokchilar orqali amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu ijtimoiy loyiha juda muhim. Ko'ngildagidek chiqdi va bundan keyingilarini undan ham zo'r qilishga harakat qilamiz. 2 oy davomida tasvirga olingan loyiha davomida ishtirokchilar mamlakatning turli viloyatlarida bo'lib, tabiatni asrash, ekologik madaniyatni oshirish, tozalikni targ'ib qilish bo'yicha shartlarni bajarishdi. Toshkent viloyatida o'tkazilgan shart doirasida va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi chiqindilarni qayta ishlab chiqaruvchi zavodda o'tkazilgan shartlarda aynan ishtirokchilarni hech qanday ta'jublarsiz oddiy ishchi xodimlar bilan bir safda yelkama-yelka chiqindilarni saralash, ularni maydalash va qayta ishlash jarayonlarida bir kun davomida o'zlarining hissalarini qo'shdi. Albatta biroz qiyin bo'ldi, uyimdan uzoqda, lekin biz uddaladik deb o'ylayman va jamoa ham zo'r edi. Har birini o'z qardoshim sifatida yaxshi ko'rib qoldim, har bir ishtirokchini va eng qiyin shartlar bu menimcha shu Bo'stonliq tumanida tepalikka chiqish sharti bo'ldi, juda ham qiyin. Men uchun juda ham kutilmagan hodisalarga, voqealarga boy bo'ldi. Bir xilida ko'rib, anaqa tabiatni ko'rib, men ichimdan achindim. Odamlar tilida eshitardik-ku, lekin uni ko'z bilan ko'rish boshqacha ekan. Men hech qachon bormagandim voha taraflarga. Ayniqsa suv yo'q joylarga, cho'llangan joylarga, ba'zi bir qishloqlarga bordik, hattoki ichimlik suvni ham nechadir kilometr uzoqlikdan tashishar ekan. Mazkur loyiha oktyabr oyidan efirga uzatilayotgan bo'lsa-da, birinchi mavsum tasvirga olish jarayonlari yakuniga yetdi. Shu munosabat bilan telekanalimizda taqdirlash marosimi o'tkazildi va mavsum g'oliblari turli sovg'alar bilan taqdirlandi. Loyiha hali efirda davom etayotgan bo'lsa-da, tomoshabinlar uchun eng qiziqarli savol hanuz ochiq. Yashaning birinchi g'olibi kim bo'ladi? Kim eng ko'p tashabbus ko'rsatdi? Buning javobini siz efirlarimiz davomida bilib olasiz. Zarnigor Tolibova, Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.